Voydod, meni bolamni urushga olib ketib o'ldirdi, tuhmat qildi, Rossiyada tuhmat qildi deb rosa ota-onalar kuyinyapti-da bolalarga. Bu videoni iltimos qilardim oxirigacha ko'rishinglarni sizlardan. Nimaga bularni qamayapti deyapsizlar? Meni o'g'limni tuhmat qilib narkotik bilan qamayapti. Narkotik bilan tuhmat qilmaydi hech qachon. O'g'illaringlar, farzandlaringlar shunaqa narkotik moddalarni barigalik, ya'ni xuy so'z bilan baravar ish qilgani uchun olib borib qamayapti. Biroq bolalarni zaharlayapti, qo'pol gapirganda shu narkotik tarqatayotgan xuy pulotlar, barigalar. Urushga olib ketib dondaraksiz yo'qolib ketdi. Dondaraksiz bunaqa xuy pulotlar yo'qolib ketgani yaxshi barigalik qilgandan ko'ra, ommani zaharlagandan ko'ra. O'zbekistonda ko'ryapsizlarmi? Alloh rozi bo'lsin, shu hali huquq tartib militsiya xodimlari, o'zi tilim kelishmadi. Bunaqa barigalarni 20 yil, 30 yil urushga emas, peredokka qo'yib turib, mana shu ochish kerak bunaqa barigalik qiladigan narkotik moddalarni tarqatadiganlar. Nimaga bu bola bunaqa deyapti desanglar, nechta ota-onalarni ko'rdi. Bolalar narkotikka zavismisi bo'lib qolgan, yo boshqa bo'lgan. Yo bu ko'chada ham barigan privet qilmaydi. Nohaqdan hech kimni hech qachon qamamaydi qonun. Haligi qachon bizga o'zimizga pichoq kelganda og'riq sezamizmi? Bundan yon yerdan qarab turib bir kishi qamab qo'ysa, "Qo'y qo'yda o'tib ketaveramiz." Og'riq o'zimizga kelganda naki, tuhmat qildi bular yo tuhmat qilmaydi hech qachon. Ko'p yoshlarimiz mana nechta studentlarni bilaman, 1 kilo geroin bilan qamalyapti. Tasavvur qilyapsizlarmi? 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo geroin minglagan odamlarni o'ldirishga qodir narsa. Eng ko'nchinli narsa. Bu farzandlaringlardan so'raylar, Rossiyaga kelib, student bo'lib kelib, ko'p bo'lib ketyaptilar, ko'p bo'lib ketyapti hozirgi kunda. Barigalik qilyapgan xuy pulotlar ko'payib ketdi. Bularni oyog'ini nahadullanmay qilish kerak, naxoy. Vali bu so'kinib gapirdim, emotsiyada gapirdim. Jahlim chiqqanda ertaman uxlab yotsam telefon qilyapti. 228 bilan bir kishini tuhmat qilib qamab qo'yib, tanishlaringiz bormi? Olib chiqaylik, shuni dedi. Qanaqa olib chiqish bu? Onasinikiga kirib o'sha yerda o'tirsin naxoy. 15 yil, 20 yil o'tirsin shunaqalar barigalik qiladiganlar. Meni gapimga qo'shilganlar bittadan like bosib qo'yinglar. Nechta O'zbekistonda qanaqa psixodrop tabletkalar ichib biladi, ko'nchinli bo'lib ketyapti odamlar. Haligi meni gapimni to'g'ri tushuninglar. Biz agar bu narsaga hozirdan kurashmasak, keyingi kunda yana 10 yildan keyin hamma lunatik bo'lib yuradigan qoladi. Narkotikka biz qarshimiz. Bunaqa narsalarni hech kimga rekomendatsiya qilmaymiz. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu videoga bitta like bosib, farzandlaringlarni ogohlantirib qo'yinglar.